Assalomu alaykum bo'lajak youtuberlar. Hozir biza uyda o'tirgan holda bitta telefon orqali YouTubedan daromad qilish yo'llarini o'rgataman. Buning uchun hozir bizga bittagina telefon kerak bo'ladi. Hozir mana shu telefon orqali sizlar bilan Gmail ochishni o'rganamiz. Mana ko'pchilik aytadi, Gmail ochganda mana bunaqa narsa kerak, bunaqa narsa kerak deyshadi. Hech qanaqangi mana oddiygina mana qo'limda ushlab turibman. Birgina telefonim orqali sizlarga hozir Gmail ochishni ko'rsatamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi. Xo'p, oddiygina Gmail sayti kerak bo'ladi. Hozir buni ichiga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin Hop, kirganimizdan keyin mana tepada ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu tepada hop, mana bu tepada S harfi turibdi. Ana S harfiga bosib olamiz. Bu yog'ini men ko'rsatmayman, chunki meni Gmaillarim ko'rinib qoladi. O'shaning uchun sizlarga hozir qaysi joydan kirib email ochishni o'rgataman. Hop, oxiriga tushganimizdan keyin mana bu yerda добавить account degan joyi bor. Mana ko'rasizlar, mana shu eng oxirgisiga tushganinglardan keyin mana shu joyga kirib olamiz. Kirib olganimizdan keyin bizda xuddi shunaqa oyna ochiladi va Google degan yozuvga kirib olamiz. Hop, bizdan kod so'raydi, kimlardir kod kirgizadi, kimlardir parol kirgizadi. Men o'zimni qo'l pechatganman, kirgizganman. Hop, endi biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Bu yerga yo'qotib qo'ygan Gmaillarni shu joyga kirib qaytadan tiklab olsanglar bo'ladi. Hop, biz endi nima qilamiz? Bu yerga Sazdat degan akkaunt bor, mana ko'ryapsizlarmi? Mana shu joyga kirib olamiz. Endi bizga biznes qilasanmi deyaptimi yoki исполниться shaxsiy o'zingnikigami deyapti. Biz hozir исполниться degan yozuv joyini bosib olamiz. Bosib olganimizdan keyin o'zimizga xohlagan nom beramiz. Misol men hop Taylis hop Tiles mana Tiles hop deb yozamiz. O'zingizga xohlagan qulay nimada yozib olamiz. Hop Tiles hop. Menda tayyor, chunki men bu o'zim Gmail ochganman. Endi dalil tugmasini bosib olamiz. Bosganimizdan keyin bizda xuddi shunaqa mana ko'rasizlar, xuddi shunaqa oyna ochiladi. Hop, добавить yozuvni bosamiz. Hop, bu yerga yilimizni kirgizamiz. Hop, 10 qachon tug'ilganmiz? Aprel 1000 где-то 2000 deb yozsangiz ham bo'ladi. Hop, 2000-yil qilib olsangiz ham bo'ladi. Polga men женский deb belgilaymiz va dalil tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga o'zimiz uchun shaxsiy qilib Gmail ochishimiz mumkin yoki biz bu yerga turgan holatdagi emailni ochsak bo'ladi. Hop, buning uchun nima qilamiz? O'zimizga qulay mana buni bosib olamiz. Birinchisi bu parol bo'ladi, sizlarni emaillar bo'ladi. Buni esingizdan chiqarishingiz kerak emas. Bu joyga сохранить qilib yozib qo'yinglar. Hozir biz buni screenshot qilib olamiz. Ko'pchilik bilmas ekan screenshot qanaqa qilishligini. Hop, mana bu joyda screenshot degan joy bor. Mana men buni screenshot qilib oldim. Chunki esimdan chiqib qolish kerak emas bu parol. Hop, сохранить qilib oldim. Endi dalil tugmasini bosamiz. Hop, parol kirgizamiz. Misol o'zimizga qulay parol kirgizamiz. Hop. O'zingizlar xohlagan parolinglarni kirgizib yurg'izsanglar bo'ladi. Mana
bizaga YouTube'dan yangi akkaunt ochildi mana. Mana bu yerda dalya tugmasi bor. Mana shu dalya tugmasini bosib olamiz. Bizaga yangi akkaunt muborak bo'lsin. Ilohim sizlar ham shunaqa YouTube'dan xuddi shunaqa qilib Gmail ochib, YouTube'dan pul ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, dalya tugmasini bosib olamiz. Bo'ldi, bizaga yangi oyna ochildi. Endi buni pastga tushib olamiz. Tushganimizdan keyin mana eng oxirgi joy, другое время degan joyga kirib olamiz. Yana pastga tushib, eng tagiga tushib, mana buni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Belgiladim. Endi примерно degan joyiga bosib, bo'ldi. Biz YouTube hamkoriga aylandik. Bo'ldi, bizaga YouTube hamkori bo'ldingiz deydi mana. Bo'ldi, bizaga yangi oyna ochildi. Shunaqa qilib YouTube'da Gmail ochish ham o'rganib oldinglar. Mana oddiygina telefonda ham qilsa bo'ladi. Hech qanaqangi qimmat narsaga ulanish yoki qimmat kurslarni sotib olish shart emas. Mana oddiygina telefon orqali mana. Ko'rdinglarmi? Dalya tugmasini bosib olamiz. Bo'ldi. Bizaga yangi oyna ochildi.